Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana bir xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Bu xizmatimizda oq va mokri tunkalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Ko'cha shapka, darvozaxona ayvoni va ichki shapkalarini qilib berganmiz. Mana ichki shapkalarini ko'rishingiz mumkin. 90 gradusli fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib kanizlarga lolalar ilib juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Mana ayvonlarni ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Darvozaxonalarni pianinlarida hovuz fason qilib o'rtalariga kosmoslarimizni qo'yib berib juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunkaning kvadrat ko'proq ketadi, chunki tunkaning bukilishi va ust-must qatilishi ham bor. Shuni ham inobatga olib qo'yamiz. Mana ko'cha shapkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Ko'cha shapkalari ham xuddi shu fasonda oq va mokri rangda bo'lgan toshli standolaridan ham qo'yib juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, biz Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Musofirda bo'lsangiz ham bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni uyga tunka fon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.